Fitness trenerlar, dietologlar, kosmetologlar, sizlarning gormonal dorilarni buyurishga haqqingiz yo'q. Bunday dorilarni faqatgina mutaxassis shifokorlargina buyurishga haqlidir. Gormonal dorilarni bugungi kunda o'ngga, chapga fitness trenerlar, mutaxassis bo'lmagan insonlar ko'p yozayotganini, buyurishayotganini biz ko'p ko'ryapmiz. Bunday dorilarning asoratlari xavfli rak, o'sma kasalliklar, bepushtlik va gormonal buzilishlarga olib kelishi mumkindir. Bilib bilmay o'zingiz bir insonni hayotiga zavol bo'lib qolmang. Aziz yurtdoshlar, sizga qanday dorilar buyurilayotganligi, ular kim tomonidan buyurilayotganligini albatta nazorat qiling va qiziqing. Ayniqsa farzandlaringiz fitness zallariga, fitness trenerlarga borayotganda ular qanday qo'shimchalar qabul qilayotganligi, gormonal dorilar bormi, yo'qmi, albatta qiziqing. Ogoh bo'ling, o'zingizni asrang. Bu videoni tarqatishga yordam bering, egalariga yetib borsin.